Esit, Amerikadagi Uyg'urlar. Abdori Kaseni. Dunyodagi mashhur joylar, qimmatlik, muborak makonlar, insoniyat tarixini o'zgartgan tarixiy ishlar va qimmatlik voqealar bilan muborak bo'lgan. 1963-yili dunyoga mashhur "Mening bir tushum bor" nomli nutqni so'zlagan Martin Luther Kingning sharafiga berilgan Amerikaning Washington shahridagi erkinlik maydoni. Dal Uyg'urlardek yo'qolish girdoviga berib qolgan millatlarning o'z ovozini dunyoga anglatib, rayimsiz taqdirini o'zgartishga yordam beradigan maydonlarning biri edi. Ammo Uyg'urlarning 6 aprel bu muborak maydonda o'tkazgan buyuk namoyishining kichik namoyishga aylanib qolishi, Amerikaning Washington atrofida yashayotgan Uyg'urlarning bundaq qimmatlarni ancha bilmaydiganligini ko'rsatib turibdi. 6 aprel Washington shahrida o'tkazilgan namoyishga qatnashgan odam soni 500 bilan 600 atrofida bo'lib, namoyishdagi sonni har qancha yuqori taxmin qilgan holatdami hargiz 1000 dan oshmaydi. Kanadaning Toronto, Montreal, Edmonton, Calgary, Vancouver shaharlaridan kelgan kishilarning soni 150 bilan 200 atrofida. Xitoy, Mo'ng'ul, Tibet va boshqa musulmonlar 150 bilan 200 atrofida. Yuqoridagi sonlarni chiqarib aytganda, Washington va atrofda yashayotgan Uyg'urlardan faqat 150 bilan 200 atrofida kishining namoyishga kelganligi ma'lum bo'ldi. Bu xil vaziyat ularning yana bundaq qimmatlarni bilmaydiganligini emas, balki o'z millatining qandaq bir taqdir bilan qarshilashayotganligini bilmaydigan, bexud va beparvo ahvolga tushib qolganligini ko'rsatib turibdi. Esit, Amerikadagi Uyg'urlar. Esit, Washington atrofida yashayotgan Uyg'urlar. Sizlarning kimliginglarga Amerikalik deb yozilgan bilan kishiliginglar bir quldan iborat ekansizlar. Esit, Amerikadagi Uyg'urlar. Esit, Washington atrofidagi Uyg'urlar. Sizlarning badaninglar Amerikadagi bir qudratli davlatning zaminini dastlab turayotgani bilan ruhinglar ana vatandagi bir dehqonning ro'yidanmi ojiz ekan. Namoyish jarayonida bo'lgan dedi-gudilarga quloq berganda, Washington atrofida 3000 dan ko'p Uyg'ur yashaydi ekan. Hey, ist Washingtondagi Uyg'urlar. Amerikada erkinlik, hurlikning qadr-qimmatini bilmaydigan sizlardek yana bir millat bormidi? 1997-yili G'uljida yuz bergan 5-fevral G'ulji inqilobida hozirgidek o'lim lagerlari va izdiraksiz yo'qolib ketishning kichiklatilgan kartinasi ko'rilgan edi. Bundaq izdiraksiz g'oyib bo'lishdan keyin jasadini oilasiga tashlab bergan Uyg'ur yoshlari xeyli ko'p salmoqni egallaydi. G'uljidagi tonulgan ilg'or yosh Abdusalom ana ashundoq jasadi tashlab berilgan yoshlarning biri edi. Qatma-qat soqchi qo'rshovida qolgan yurt mo'tvarlari va G'ulji xalqi intayin ig'ir siyosiy besim ostidami
bu yoshlarning meyitini yuyib tarab, namozini tushirib, jinozasini mo'ridan mo'riga elishib, Qardun qabristonligiga dafn qila olgan edi. Ya'ni, shunchalik ig'ir zulm ostidimi, o'ziga tushgan mas'uliyat va javobgarlikni ado qila olgan. Bir insonligini namoyon qila olgan edi. Lekin hozir bularning hammasi lagerlarda yoki Xeylongjiang turmalarida yoki Gansu, Xinjiang chegarasida silingan turmalarda. Ammo biz Washingtondagi uyimizdan bir g'irich keladigan erkinlik maydoniga kelib, ularning ovozi bo'lolmayapmiz. Isit Washingtondagi Uyg'urlar ziyolilik, odamiylik va erkaklik tarozisida yenik o'ltirib qolganlar. Sizlar bilish, his qilish, cho'qan silish, kurash qilish va millatinglarning ovozi bo'lishda sinibda qoldinglar. Kimlik boshqa, kishilik boshqa, odam boshqa, odamiylik boshqa. Er boshqa, erkaklik boshqa. Ziyoli boshqa, ziyolilik boshqa. Güzel bir madaniyat, yiltizi cho'nqur bir tarix, bir saltanat vayron bo'lish oldida turibdi. 2016 yildan bu yonga tashqi dunyoda Bruksel yurishi, bir ovoz bir qadam ayollar yurishi va janva yurish qatorliq bu yurishlarimiz, bu muqaddas tuproqdagi qimmatlik narsalarimizni, xalqimizni saqlab qilish uchun besilgan qadamlar bo'lib, odam soni va jangovarlik jihatda xeyli ta'sir qo'zg'agan edi. Ammo 4-chi yurishimiz yoki so'zda buyuk namoyishimiz Amerikaning poytaxti Washingtonda erkinlik maydonida maydonlarga to'kilish jihatda muvaffaqiyatli bo'la olmadi. Nima uchun? Sizlarning kimliginglar Amerika kimligi bo'lgan bilan kishiliginglar qul bo'lganligi. Üstünlarda Xitoy soyasidan iborat bir soya agishib yurganligi uchun. Kanadaning 5 cho'ng shahridan ishi, oilasini tashlab, erkinlik maydoniga qarab oqqan erkinlik jangchilariga salomlar bo'lsin. Agar Kanadadan kelgan bolalarni qo'shganda 150 dan 200 gacha bo'lgan bu qo'shin yetib kelmagan bo'lsa, biz erkinlik maydonida Amerikaliklar oldida tamoman mag'lub bo'lur va kulkiga qolar ekanmiz. Isit Amerikadagi Uyg'urlar, Isit Washington atrofidagi Uyg'urlar. Sizlar qanday qilib bunchalik darajada bexud va g'aflat holiga tushib qoldinglar? Ey, Washington atrofidagi Uyg'urlar, sizlarga boshqa bir narsa deyolmayman. Faqat siratul mustaqim, ya'ni Alloh to'g'ri yo'lga boshlasin demoqchiman. Chunki erkinlik maydoniga Uyg'ur masalasida hal qilg'uch rol o'ynaydigan, dunyoning siyosiy yadrosi bo'lgan Amerika Washington atrofidagi Uyg'urlarning necha minglab to'kilolmasligi, zihnimizning chechilang'u ekanligini, xalqimizning hayot mamoti masalasiga bo'lgan hissdoshligimizning chechilang'u ekanligini, masalani cho'nqur bilish va
tahlil qilishimizning chechilangu ekanligini, diqqat nazarlarimizning chechilangu ekanligini, hoşyarlığımızning chechilangu ekanligini ko'rsatib turyotidi. Hatto imonimizmi chechilangu. Shu sababdan hech bir ishda birlasholmayapmiz. Birlasholmaganligimiz sababidan boshqalar nazaridagi ahvollarimizning xatarlik ekanligi darajasini yuksaltolmayapmiz. Erkinlik maydonidagi shu o'zimizcha buyuk namoyishimizga 30 ga yaqin axborot o'rni ketdi deb anglagan edik. Ammo hozirgacha cho'ng medialarda bu namoyishni toza degandek ko'rib bo'lolmadik. Allohga qilgan duolarimizmi amlilashmay qilyotidi. Chunki og'zimizdan chiqqan gap bilan niyat iqbollarimiz o'xshash bo'lmayotidi. O'zimiz chechilangu bo'lg'achqa duolarimizmi chechilangu bo'lyotidi. Rad surasi 11-oyatda Allah bir qavmning tarkibiy qismi bo'lgan biraylan o'z holini o'zgartmaguncha Allah bu qavmni o'zgartmaydiganligini aniq o'ttirg'i qo'ydi. Demakki, Allah bu qavmning taqdirini o'zgartdi. Ammo qavm ichidagi insonlarning o'zining ahvolini o'zgartish sharti bilan. Ey Washingtondagi Uyg'urlar, yana bir qatim sizlarning kimliginglar Amerika kimligi bo'lgan bilan kishiliginglar qul kishilik, qo'rqinchoq kishilik, mishjonki kishilik bo'ladi ekan. Uyg'ur xalqining taqdirida yangi umid nuri parlamaydi. Ey dunyoning siyosiy sahnasida turayotgan Washingtonlik Uyg'urlar, tarixdagi erkinlik, hurlik kurashlarining dal kindikida qalbida turayotgan Washington va atrofdagi Uyg'urlar, sizlarni xalqimiz bir sifatlik ximitrosh deb tushunib keldi. Sizlarni o'zlarining umid nuri deb bildi. Ularning umidlarini umidsizlikka aylantirmanglar. Agar Allah Uyg'ur millatining taqdirini o'zgartirishga niyat qilsa, tunji bo'lib sizlarni ximitrosh o'rnida ishlatalisin. Allah sizlarni va boshqa chet elda yashayotgan barliq Uyg'urlarni haq adolatning, kurashning ximiturchi qilsin. İnsan hayotining qimmati erishganlari bilan emas, balki to'lagan badallari bilan qimmatlik. İnsan hayotining qimmati diplomlar bilan emas, qilgan ishlari bilan qimmatlik. İnsan hayotining qimmati kimlik bilan emas, balki haq adolat tarozisida qanchalik o'ltira olgan kishiligi bilan qimmatlik. Alma kompyuterning ijodchisi Steve Jobs o'lib ketganda Amerikaning sobiq prezidenti Obama uning uchun ta'ziya nutqi so'zlab, uni insoniyatning hayotini o'zgartgan kishi degan mazmunda ta'rifladi. Demak, bu yerda qadrlanayotgani insonning erishganlari emas, balki to'lagan badallari. Ona vatandan cheksiz uzoqda bo'lgan erkinlik maydonida turib, ona vatanga shundoq xitob qildim. Ey ona vatan, odamlarning sarxili, kurashlarning sarxili senda ekan. Tugidi. 2019 yil 12 aprel